Chap tomonga. Ronaldoga. Ronaldo. O'la qiyshiq. Qaribsan uka, bo'ldi. O'zbek bilan o'ynayapsan uka, bo'ldi qil endi. Biz senga nima huni odamlarmi deyman, ashincha o'zbek yig'ilib. Menga svistol berib qo'y degani bo'lsanglarda, jahon chempionatidan umidingni uzib qo'yor deganida u. O'yin qizigandan qizib tandir bo'yotibdi. O'yin qiziga. Oy, yaxshi, halol. Simulyatsiya qilma uka. Fayzullayev o'zini o'yladimi yoki tepdi. Gol! Chap tomondan O'zbekiston hujumda dribling bilan yomon qildi mana shu bola. Yomon qildi. Yana gol. Sizlar faqat yerkansizlar, ha, Portugaliya. O'zingizlar o'ynolmayapsizlar. Portugaliya chichiveryapti to'g'risi. O'rtada Ronaldoga berildi. Ronaldo birga bir chiqib ketishi mumkin edi, lekin chap tomonga pas berdi. Qariganini sezib chap tomondan kim bu? Bernardo Silva. Birga bir vaziyat. Golmas. Yo'q. Ey, o'zingdan ketma. O'zingdan ketishma, golmas. Yo'q, offside deydi u. Ana bilaman men. Offside. O'laganinglar qilinglar, lekin offside dedi u. Golmas, hisobga olinmaydi. Ketdi. Voy! Senga qizil. Dumalatib berding, diskodan so'qib tashlading-ku o'zbekni. Yo'qol bu yerdan chiqib ket. Unaqa qilalaringni qilma, yo'qol. Mana mashinlardan teporlaysizlarmi? Mana mash o'rtadan bitta. Mashina choldi, men bilmayman. Nima yoqqa ketaverdinglar? Ma'da choldi-ku. Jonli devormi mana mash vorobtalni yana qo'yib bersak, mana mashiga tikkalagin do'stlaringni bo'ptimi mana. Tepinchigarim qani? Vorobtal qo'yapti o'sha. Sal qoldi. Sal qolishi yoz qoldi, nima edi.